Men ana bu qizga shart bermoqchiman. Ana rasmini qo'ydim. Menimcha bu qizni ko'p kishi taniydi. Oxirgi postimni ham shu qiz bilan video olganman. Endi qaranglar, men shu qizga shart bermoqchiman. Nimaga deb so'rashlaringiz mumkin. Kecha Instagram kovlab o'tirgan paytim tiling qilib SMS keldi. Shuni ochib qarasam bitta video turibdi. Videoni o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Ko'p qizlar lavashni yoqtirmaydi. O'sha uchun men ham birinchisi lavash debganimni bilaman, qarasam yutgan ekanim. Endi shartingizni yuboring deb o'tirdim, aytdim, kutib o'tir, ertaga post qo'yib, shartimni aytaman dedim. Endi meni shartimni eshitishlaringiz mumkin. Qarang, Mohinur sizga, Eminoy sizga karvon bozor bor-ku, Buxoro karvon bozori, u nima? Katta karvon bozor, o'zimizning katta karvon bozordan top 5-korzinkagacha piyoda yurib kelishingiz kerak. Shartni yana qiyinlashtiramiz salgina. Soat 12 da o'zingiz bilan bitta mobilogov olishingiz mumkin va kisangizda 10,000 so'm pul bo'ladi va o'sha 10,000 so'm pulni faqatgina bir marta suv olishga ishlatasiz yo boshqa narsa uchun ishlatasiz, lekin taksi, avtobusga o'tirish bo'lmaydi, lekin piyoda yurib borishingiz kerak. Shartimni qabul qilasizmi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shartim ko'p qiyin bo'ldimi yo shodki shartmi? Agar shartimni qabul qiladigan bo'lsangiz, bemalol bitta post ishlab, meni admentga qilib qo'yishingiz mumkin.